To'yim yaqin bilasiz. Ha, bilaman. Yuring, to'yxona bilan mashinalarni gaplashib kelamiz. Bizga 3 ta 222, 4 ta range kerak, yoki? Bo'ldi, beramiz. Okey, mana Zaknet. Ukajonim, shuncha mashinani nima qilasan? Bitta Mercedes bilan ikkita Range qilur. Isrofgarchilikka to'g'ri kelmaydi, ukam bu narsa. Okey, o'zim bilaman nima qilish. Qimmatiga yopishsan, bilasan shuni? Aka, menimcha pul bergisi kelmayapti. Ukam, nima unaqa deysan? Menga jalk emas bu. Isrofgarchilik qilib tashyapsan. Tushunayapsanmi shuni, ukam? Okey, meni ham o'zimni orzu havasim bor. Ukam, bilasanmi, qancha yetim yesir qiynalgan oilalar bor. Bundan ko'rasa to'yini ixchamroq qilib, o'shalarga tarqatib savobini olsang bo'lmaydimi? Okey, men yetim yesirlar uchun yig'maganman u pulni. Isrofgarchiliging uchun Allohning oldida nima deb javob berasan, ukam? Har bir isrof haromdir deganlar. Alloh Qur'onda yeylar, ichinglar isrof qilmanglar deydi. Isrof nima degani desa, kerak narsani ziyodasi ishlatish.